bu quruq ko'lani hichi va do'qma oshqoza arz qilmasin meni. Yigidek bilan yo'qmama bu yansalarninki. Bizning segiz bayam kirsam xemir jug'ur yetdika. Murakkab qizarlingan o'xshaymiz. O'pganimiz birdan sabr qilib turing. Mana azroq unuvatga jug'uriblar mana. Budir kavab qo'yatdim-ku. Soatda inim 2 soat yo'qab ketib, moshina pishardinglar, budir kavabda. Chandurmay deb astig nanur ichibsizlar. Albatta yo'qda yaxshi. Qani eliqqa qartoqsimni chaqira ashim azroq bir g'izalansin. Sardar aka! Budir kavoblar pishib ketdi. Tez chiqib g'izolaning. Bu qartoqsimning bir yerlari masmoni mana. Necha kun bo'ldi senga o'xshalab turgan buningga? Men Ahmadim Jumalash. O birini kirsimo ko'tarib kirgizib qarabsan kuni. Kechti yossimo jingini quchoqlab yotdi kelsin. So'nggi cho'qim bir masala bor buning so'ngkisida. Sen bir amal qilib qolsang deymi shunga? Inim bu somkani zal yaman sirliq bu somka. Xotanning tashlarida qilib. Tashvami yo'q ichida. Bu somkada var arkadaş, ya taş var ya bir baş var. Aka bu somka benim cinimdimi moyum. İçinde baş var mı, taş var mı, onunla kızıkıp gitmenglar. Sizlar yaş. Fikrim. Bilgan, men sen deb qo'ya aniqli gapni. Ani miyag olsa, o'miz ko'chada qolsa bilgan. Men bog'ga qara gapni birla qaytib qilaman. Agar tushunmasang, yana bir qaytim qilsam bo'ladi. Lekin bir ko'rsatib qo'ya soqam chiqarib qo'y. Asli ko'rsatmaydigan saqam degan gaping qalbimga illiqlik ato qildi. Uning ichida bir sekinlik ko'zi bor. Buvamning buvisining yana bir buvisidan qap qolgan. Buvamdan qolgan asar aqiqa deysa, bu yilqi maning bilan chiqib bilan ishlarni bitirdigan emas-ku. Buning ichida bir sekinlik devi aka. Hamda u talab qondirligini emas, yeshilmagan sirlarni yeshidigini. Fikrim undaz bu avliyozni bir chaqamaydi-mi? Qumdek savollar so'rab, yengil o'tib ketaylik degan. Chaqiringlar. Unda olsa men chaqiray aka. Bek o'diqishlar bo'lmasin, hamsa. Chiqay, qani ko'z. Qandara qari ko'z, qirtiri, satta seg'iz, hammaga yaxshimi? Bu qari ko'z qiltiriq deydi-ku, bizning zopiyonlarni ko'ramdi uning bu. Shundaymi? Zopiyonlarimizni ko'ramiz demsa, voy, hammangni ko'rmayman. Seshin qilsam qaytolmading-ku. Qopog'imizda Wi-Fi va internet sesi. Yana bo'ldiki, bo'ldi bolalar vaqtni olmaydi, qiltiriq savolimni so'radi. Ya diva, men bir naqshchi degina necha vaqtdan yog'ziyo bu naqshlarni yetib vaqtim tazam bilammi deyim. Mana ash bir naqshi bilan vang deb o'tilib ketadigan bir amaldan birini ko'rsatib qo'ysanglar. Osh insonlar. Bir naqshi bilan qo'lildigan deb qapoq boshmi seni bu qanday qilib bir naqshi bilan qo'lildi? Bog'u bizning aramizda Kerem Abbasda bir naqshchi var, bir naqshsi var. Men deb o'yladim, osh naqshini 5 yil ketgan. Kerem Abbasni demsa, bilamiz. Bizning chazimni xildan qova uniki. O Kerem Abbasni bu surishtirgan. O degan ay san'at oilasi tug'ilgan bolaki, u kichigidan san'atning bilan apilishib bilan cho'ng bo'lib, nurg'un san'at maktablarida o'qib, nurg'un naqshlarni yezib, o'zi tirishadigan bir bolangiz-ki u. Ma yaqinda bir ko'ri naqsha deb bir plastingiz chiqdi. Oshni anglab bizning necha div ekan, yig'lab ketdi. Uning o'zi tanqinmay qapoqvash. Davsam bir naqshi yezba. Naqshi yezba demsa sen menga sen naqsh yetishdan burun naqshning nimaligini yaxshi bir tushun qildir. Naqshi degan xuddi bir odamga o'xshaydi. Tug'iladi, yashaydi, o'ladi. Sizlarda shunday bir naqshlar bor, o'lmayotgan,
100 yıl, 200 yıl bo'lgan ta hozirgacha o'lmayotgan bir naqshlar bor. O naqshni aytgan odam vafot bo'lib qoldi, lekin o naqshi hozir mevjud deb atadi. Ba'zi bir naqshlarimiz bor, tug'iladi, 10 yil qolmay o'lib qoladi. Ba'zi naqshlarimiz bor, tug'iladi, 2 yildan keyin o'ladi. Akın bir naqsh tug'ilibki, bolalar bilan ulash berib qarsak, tug'ildi, shu yerda o'ldi. Yana bir naqsh tug'ilibki, chiqaveram deb borsak, Elik naqsh o'likli tug'ildi. Sen shu vaqtda naqsh etmadingmi? O'zingni ishing yaxshi qamlashtirib menga qildir. Boshqa savol so'ranglar bolalar. Qariköz, sen so'rare. Diva apandi, parangni qilishmaydi. Buningga hadab qo'ying. Naq gap kelayli. Hozir ma'u Yevropaning qistalish musobaqasi davomlashyapti. 7-islar Ispaniya bilan Italiya top o'ynaydi. Aşlar qanchadigan chiqadiki, kim fitdiki deb tappasangiz men bir sayfiga ilib taqdirimni o'zgartirib olsam. Qaysi komanda futbol demsa Qariköz? To'xta, men sen ko'ztib qo'yay. Men qapaqni ko'rdingmi? Og'zi batdi mana aslida. Aykuni mana og'zini girmani tikib, hozir uxlasam bir yerdan so'qqa kiryapti. Ne deyuk, mening bir savolim bor. Mening kelgusidagi bolam qizmi, o'g'ilmi? Saqta seg'iz. Senin kelgusidagi balang o'g'ilga muborak bo'lsin. İsli o'g'ilmika, ajab xush qilding odamni. Biroq shu mosh bolamning bola tarbiyasidan sal ansiraymajman. Satta inem sen nimadan ansiraysan? Bola tarbiyasida hozirgi maktablarning muallimlari degan dehshat iqtidorli balangning yaramli odam bo'lishiga ayta sababchi bo'ladi. Sen xotirjam dadil bo'lib bersan bo'ldi. Shu memosh bolamni qizlarning keyini kirkitamkin deb ansiraymajman. Uning ustiga hozir o'qisa, yomon chiroyli qizlar jiq. Mush qizlarning keyini kirkitib, mush o'qish toza zihni yig'anmam degan deb shuningdan ansirayman. Satta inem, agar sening o'g'ling qizlarga amroq bo'lsa, qizlarni qo'g'latsa, xo'sh bo'lsang bo'luvchimi? Qanday demisan fuqasi? Do'yinlarni ko'rayotgansa, agar qizlarni qo'g'lashmay, o'g'illarni qo'lga qana qilsa, qizlarni qo'g'lashmay o'g'ilingki normal bir er bo'lib yetilayotgani. Sen uningdan bek norozi bo'lib ketmasang bo'ladi. Xo'sh bo'lsang bo'ldi yoshlar. Ko'ryapmizki, nurg'un yoshlarni mejlisning tuki jiqli ko'paygida ko'p ketgan. Lekin toshbo'rakdan voz kechgan. Ya adash, ma'u xiljiq nasni biladi ma'u. Biz toza yaxshi so'z so'ramadimiz. Nerede pul var, ne bir gömülgen kayada altın var diyenlerin bir sorusa Bolittin. To'xta. Buningni men so'ray. Meni fansirim kelmasmi? Mana deb turadi. Mayli. Efendim diye. Bo'pti, musobaqani deb biramdingiz, uni to'g'ri tushundi. Ekspert ishlar. Mushu nega oltin ko'milgan, nega pul ko'milgan ani o fuqasiz bir brend deb bermamsizlar bir qezib bir taqdirini o'zgartmaydimi? Qarikozlar endi o'g'alvoldek savolni meni so'radinglarmi? Atdiga yo'q, nega paq savolni so'ra. Fuqama? Nima ko'milgan, nega oltin ko'milgan, nega olmos ko'milgan, hamini fuqama. Oltin ko'milgan bir deb beray, 1 tonna oltin bor. 4-5 ona bamsangni ko'taramay qoldi. O'rni bu yo'qdi bu. To'kti gapti bor.